Iste'dodli estrada xonandasi Sevinch Ismoilova navbatdagi yakkaxon konsert dasturini muxlislar e'tiboriga havola etdi. Unda Hayrana, Ko'mirchimi, Qara ko'zim kabi hit taronalar bilan bir qatorda yangi premyera qo'shiqlar ham ijro etildi. Yorqin sahnaviy chiqishlarga boy o'tgan konsert jarayonidan muxbirimiz Farangiz Qarayeva xabar qiladi. Minglab yuraklarni o'z taronalari bilan zabt etgan Sevinch Ismoilova 3-chi yakkaxon konserti bilan muxlislarni xushnud etdi. Konsert boshlanishidan oldin ommaviy axborot vositalari xodimlari birgalikda xonanda bilan biroz suhbatlashdik. O'zim xohlardim shu narsani, har bitta konsertda bitta premyera ham YouTube'ga joylangani, ham konsertda ijro qilingani bilan aynan shu konsertdan esdalikka qolishini xohlaganman va mana shu an'ana davom etib kelyapti. Muxlislarimiz, yurtdoshlarimiz sog' bo'linglar, omon bo'linglar, shunaqa sizlarni qo'llovinglar ostida yildan yilga konsertlarni berish nasib qilsin, yana ham davom etsin. Sizlar uchun ijod qilamiz, sizlar uchun qo'shiqlar yaratamiz. Duet ijrochilari ham Sevinch Ismoilova haqida iliq fikrlarini aytib o'tishdi. Bugun toza bir qo'shiq premyera qilamiz konsertda. Xudo xolasa, endi xalq yaxshi qabullaydi degan umiddamiz. Shu vaqtga deyin 3 duet atqardik. Hayrana qo'shig'imiz YouTube tarmog'ida 200 million marta ko'rilgan. Konsert dasturi hamda har bir tarona tomoshabinlarni hayajon va zavqqa to'ldirib, unutilmas lahzalarni taqdim etdi.